Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun G'ishtarimizda Quva tumaniga 40 metrlik yo'ldan o'tgandan keyin Asakani yo'liga to'kib beryapmiz. Kimga shu atrofdan g'ish kerak bo'lsa, bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. G'ishtarimiz ishonarli, garantiyali, bemalol lokatsiyani beramiz. Bemalol kelib ko'rsa ham xijolat bo'lmaydigan, uyalmaydigan g'ishlardan ekan. Akalar, opalar. Kerak bo'lsa mana ovozdan bemalol bilsalaring bo'ladi. Ovozini kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Kimga shunday g'ishlik kerak bo'lsa, bemalol mana shu nomerlarga aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz.